dunyodagi top 3 tali universitetga kiradigan va Google, Netflix, HP kabi eng katta kompaniyalarning otasi hisoblangan Stanford universitetini aylanib chiqamiz. Mana sizlarga Stanfordda eng oddiy darsxonalardan bittasi. Mana shunaqa o'tirishadi bolalar. Stanfordda taxminan 60% shunaqa yashil daraxtlar bilan, o'rmon bilan qoplangan. Lekin Amerikada hamma ekstravert shu ustri emas mana. Introvertlar uchun alohida joy qilingan. Futbol kasta bor. Bu yoq detskiy, tepasi kiyim-kechak, undan tepasi kitoblar. Sportga Amerika juda ham katta pul tikishga tayyor. Shuning uchun ko'pchilik joylar tekin, ya'ni tennis o'ynayman deysizmi, futbol o'ynayman deysizmi, ko'p joylarda tekin. Mana bunaqa joyiga agar yozib qo'ygan bo'lsa, halol bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, eng zo'r komment yozgan odamga Stanford tuman kepkasini pодарка qilamiz. O'zim Toshkentga olib borganimda qo'liga beraman. Bugun sizlar bilan millionerlar shaharchasi Silikonoviy vodiyda joylashgan, dunyodagi top 3 tali universitetga kiradigan va Google, Netflix, HP kabi eng katta kompaniyalarning otasi hisoblangan Stanford universitetini aylanib chiqamiz. Xo'p, sizlar bilan birinchi ko'radigan joyimiz bu Stanford Union, Old Union deb nomlanadi. Bu yerda sizlar ko'p musulmonlarni topishingiz mumkin. Nimaga desanglar, buni 3-etajida har bitta din uchun, mazhab uchun o'zini ibodatxonalari joylashgan, musulmonlar uchun, xristianlar uchun. Shuning uchun juma ham masjidda o'qiladi. Misol uchun Stanfordda musulmonlar juma o'qishadi, bu yoni 3-etajda bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ko'p musulmonlarni uchratishingiz mumkin. Hozir sizlar bilan o'sha namozxonalari, ibodatxonalarini ko'rib chiqamiz. Har bitta binoni o'zini nomlari bor mana. Nitri deyiladi. Bu Old Union. Mana bu Clubhouse. Bu kutubxona, hali sizlarga ko'rsataman. Pastda kutubxona, bolalar dars qilib o'tiradigan joylar. Bu yoq ham почти shunaqa. Birinchi etajda bizani yaxshi ko'rgan joyimiz bor. Mana sizlarga Old Unionda ichkari tarafi. Bu yoqda bolalar dars qilib o'tirishi mumkin. Bu yoqda o'qimaydigan bolalar ham bemalol bu yerga kelib, kirib ishlash mumkin. Biz asnomdoy masjidga kelib ishlaymiz. Xo'p, bu yoqda bizani eng yaxshi ko'rgan joyimiz bor. Axe Palm degan restoran. Mana ko'rsanglar bo'ladi, bugun Halloween. oktyabr Axe Palm degan restoran bu, kafe. Bu yoqda halol burger bor. $7 ga mana bu yoqda halol burger zakaz qilsanglar bo'ladi. Bosib. Mana Axe burger $8. Mana shu burgeri halol. Mana Halloweenga tayyorgarlik ko'rishyapti. Kech payt bayram bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi sizlarga. Bu yoqda milkshake'lar qilishadi. Bu yoq tarafida kafesi bor, On Call degan. Bu kafe har doim ochiq bo'lmaydi. Har xil partiyalar bo'lsa, aslida kech payt ochiladi. Late night cafe bu, kech payt ochiladigan. Bu yoqda mana bolalar bemalol dars o'tirsa bo'ladi. Biz aslida kelsak, mana shu joylarda o'tirib ishlaymiz. Chunki hamma kirsa bo'ladi. Mana bular aslida Stanford studentlari. Lekin, misol uchun siz bu yerda yursangiz, sizni ham Stanford studenti deb o'ylashadi. Mana sizlarga Old Unionning 3-etaji. Bu yoqda aytganimdek mana musulmonlar uchun alohida namozxona bor. Bu yoqda mana hindular uchun alohida mana namozxonalar bor. Kerak bo'ladigan hamma narsalarni mana ichkariga qo'yib qo'yishgan. Xo'p, hindularga, musulmonlarga, mana buddistlarga o'zining joylari bor. Bizanikilar mana bu yoqda asr o'qishyapti hozir. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Orqada jenskiy uchun alohida qizlarga ham parda qo'yib qo'yishgan. O'g'il bolalarga, qizlarga hojatxona, tahoratxonalari bu yoqda hozir ko'rsataman. Mana bu yoqda o'tirishsa bo'ladi. Hammasi religionsga oid kitoblar bu yoqda. Juma namozini mana bu yoqda o'qishadi. Bu yoq hamma uchun. Ya'ni buddistlarga ham, hindularga ham, musulmonlarga ham mana ko'rsanglar ichkarida nimadir bor. Mana tahoratxona alohida.
Har xil o'qiydigan joylari bor, mana oshxonasi bor bularni. Bu yoqda kimdirlar mana muzika chalishyapti. Mana. Ichkarida partiya bo'lyapti. Xullas, 3-etaj shunaqa. Keyin mana bu yoqda ham bor. Katolik community'si bor. Ichkarida ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda Chaplin. Mana sizlarga Stanfordda eng oddiy darsxonalardan bittasi. Mana shunaqa o'tirishadi bolalar. Mana sizlarga Stanfordda Physics laboratoriyasi. Xullas, fizikada o'qiydiganlar mana shu yerda darslar qilishadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana hozir tennis o'ynashdi bular. Charchagan payti mana shunaqa tennis olib, yig'ishtirib o'ynab o'tirishadi. Mana hamma joyda ko'rsanglar bo'ladi, faqat buzilgan ekan. Mana sizlarga Stanfordda fizikasidan o'qib, NASAga ishga kirganlar. Ko'p ekan odam. Break room. Bularga afsuski ID karta bilan kirish kerak. Shunaqa xonalari bor ekan. Imom yo'qda. Mana leksiya xonalari. Bu yo'q ham shunaqa. Yopilibdi ofisi. Soat 5 dan ochdi-da. 5 gacha ishlaydi ko'p bir xil joylar. Allohga oshxona. Qolgan joylari simple. Shunaqa narsalar bor. Stanfordda taxminan 60% shunaqa yashil daraxtlar bilan, o'rmon bilan qoplangan. Bu yoqda universitet qurishimiz kerak ekan deb hamma joyiga bino qurib tashlashmagan. Ko'rsanglar bo'ladi, mana shu palmalari bilan Stanford juda ham mashhur. Mana eng mashhur binolardan bittasi. Ko'rsanglar bo'ladi, yam-yashil hudud, havo juda ham toza. Juda ham ko'pchilik velida yuradi bu yoqda. Alohida velini bu yoqda ko'rsatganmiz. Arendaga topshiradigan joylari bor. Keyin mana bu yoqda ishchilari, ustozlari mana shunaqa golf kartlarda yurishadi. Mashina yurishiga unaqa katta emas. Bu yoqda anaqa bo'ldi, avariya bo'ldi. Shuning uchun ko'rasizlar, hamma boshiga kiygan. Shunaqa narsalar bo'lib turishi mumkin. Mana injiniring fakultetining 100 yilligi bo'libdi. Bu injiniring fakulteti, mana bu fizika xonasi, hozir chiqdik bu yoqdan. Xullas, oxirigacha ko'rsanglar, juda ham zo'r joylarni ko'rsatamiz. Keyin Stanfordda mana shunaqa avtobuslar bor. Bu avtobuslar mutlaqo bepul. Mana shu Stanford logosini ko'rdingizmi? Demak, siz o'sha avtobusga tekinga chiqsangiz bo'ladi. Nice. Mana sizlarga engineering binosi. David Packard. Boya ko'rgan bo'lsanglar, ikkita odamni rasmini ko'rsatdim. Bittasi mana William Hewlettniki, bu yoqda teaching center alohida qilingan. Ikkinchi insonniki mana David Packard. Mana shunaqa. Bu yoqda mana birinchi etajda kafesi bor ekan. Bola o'tirishibdi mana dars qilib. Mana ko'chada ham dars o'tirishadi. Farqi yo'q. Hamma joyda dars qilishga sharoit bor. Oh my god! Wow! Dars qilishga joy topolmadim degan bahona bu yerda ishlamaydi. No. Wait. Mana sizlarga Stanfordda yana bitta laboratoriyasi. Xullas, bu yerda nimalar borligini men tushunmayman. Men buni bilaman. Pistolet kelay. Xullas, mana shunaqa narsalar bor. Fizikani biladiganlar yaxshi tushunsa kerak bunaqa narsalarni. Mana sizlarga apparatlar. Bola dars qilishyapti.
Bunaqa xonalardan bitta emas ekan. Bu yoqda ham bor ekan. Yana bitta xona. Bu yoqda yana alohida apparatlar, mana yana apparat. Xullas, o'qiyman degan odam o'qirkan shu. Aka, Amerikada hamma ekstravert shu ustri emas mana. Introvertlar uchun alohida joy qilingan. Mana shu ichkariga kirib olib, mana devoriga qarab o'tiraveradi. Mana shunaqa katta joyda introvertlar uchun alohida joy. Bu yoqda introvertlar juda ham ko'p. Lekin Stanfordda ko'p emas. Biz Yale'da ko'proq introvertlarni ko'rdik. Ya'ni odam oldiga borib gaplashaman desangiz, gaplashgisi kelmaydi siz bilan. Stanfordda lekin hamma siz bilan gaplashib ketaveradi. Siz gapirmasanglar ham ular sizlarga gapirishadi. Chunki bu yerda ekstravertlar joylashgan. Yana bitta 05 da olayotgan kadr. Daraxtlardan, o'tlardan bilishingiz mumkin. Bu Biology Research Building. Doktorlar mana mana shu o'qishadi. Mana bu yerda ham tennis. Xo'p, ichi yopiqga o'xshayapti. Hozir kirib ko'ramiz. Lekin binoning kattaligini ko'rsatib bo'ladi. Bugun sizlar bilan Stanfordda eng katta bookstore-ni aylanib chiqamiz. Bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi. Kirganingizda birinchi etajda основной kiyimlar sotiladi. Bu yerda har xil kiyimlar bor. Har xil sport uchun, ya'ni golf kiyimlari, basketboldagi, futboldagi, yugurish uchun alohida kiyimlar. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Nike bilan kollaboratsiya qilingan kiyimlar. Bu pro standart, ya'ni Stanford do'koni uchun kamida bir 10 ta brend bor. Bularga kiyim tikib beradigan. Misol uchun mana ko'rsanglar bo'ladi. Cameron G degan brend. Alohida kiyimlari $115. Narxlar unaqa arzon emas. Bu yerda eng arzon narsa kamida $50-60 turadi. Mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Lululemon degan brend Stanfordga tikib beryapti kiyim. Bu yerda Champion bor mana. Har xil. Misol uchun bu yoq tarafi основной arzonroq kiyimlar topsanglar bo'ladi. Mana xilma-xil kepkalar bor bu yoqda. Bu yoq tarafi qimmatroq. Mana o naryoqda Nike kiyimlari bor. Podvolida detskisi bor mana. Podvol detskisi ko'rsanglar bo'ladi. Mana har xil o'yinchoqlar, mana qaranglar. Kichkina qizlarga kiyimlar. Necha pul ekan? $44. Qaranglar. Alohida brendlar tikkan mashina. Stanfordda o'zini tikadigan joyi yo'q. Har xil brendlar tikib beradi bularga. Yana ham pasti bor ekan mana. Biz birinchi marta tushishimiz lotga. Stanfordda mana bu daftarlari bor ekan. 4-etajda kitob, mashina qanaqalari bor, lekin bu yerda ko'proq ekan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Katta Stanfordda daftar. Buni kim bu? Narxi yozilmabdi. Xullas, bilmayman. Narxi yo'q cho'ta. Manimcha kassadan so'rasalar kerak bu narxini. Hech kimga hech qayerda yozilmagan. Kansta bor. Hamma narsa bor. Podvol kansta bor. Bu yoq detski, tepasi kiyim-kechak, undan tepasi kitoblar. Bundan keyingi videoda eng tepasini ko'rsanglar bo'ladi. Mana sizlarga Stanford bookstore-ning 2-etaji. Kirganingizda mana 1-etajda har xil kiyimlar, merchlar olishingiz mumkin. 2-etajda основной mana Apple Store bilan kollaboratsiya qilingan. Bu yoqda Apple mahsulotlar sotishadi va bu yoqda daftar, kitoblar. Mana kafesi ham bor ekan, ko'rsanglar bo'ladi bu yoqda. Mana har xil kitoblar bor. Ma'lumot uchun, bu yerdagi kitoblar boshqa bir do'konlarga qaraganda 2 baravar qimmat. Kitobi Stanfordda joylashgani uchun. Mana bu yerda bemalol kitob o'qib, mana shunaqa uxlasangiz ham bo'ladi. Odamlar mana shunaqa uxlashadi.
har xil kitoblar bor mana, yoshligi, kattaligi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun mana bitta kitobni $65. Juda qalin ekan bu. Kichkinasi mana $15. Mana shunaqa. Bu Stanford Bookstore'ning ikkinchi etaji. Kitobga qo'shib mana bunaqa narsalar ham olsanglar bo'ladi. Mana Minecraft nimadir bor ekan. Mana o'yinchoqlar, Marvel'dagi har xil. Videoni oxirigacha ko'rib, eng zo'r komment yozgan odamga Stanford Tuvanch kepkasini podarka qilamiz. O'zim Toshkentga olib borganimda qo'liga beraman. Siz ham Garvard, Oxford, Stanford kabi top universitetlarga grant yutishingiz uchun SAT sertifikati kerak. SAT ni esa eng yuqori natijani qo'lga kiritgan ustozlar va eng qulay lokatsiyalarda, ya'ni SAT makonda o'rganishingiz mumkin. Agarda siz ham shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bog'laning. Mana daraxtlarni qaranglar. Bu hech qanaqa botanika bog'i emas, National Park emas. Bu sizlarga Stanford universiteti. Mana hozir biza James Clark Centerdamiz. Kattaligini qaranglar buni. Bu qanaqa centerligini hozir ko'ramiz. Menimcha aytishdigan centri. Bu yerda mana kafelar bor. Hozir yopiq. Chunki bugun juma va soat 5. Menimcha 5 da yopilgan bular. Mana Stanford BioX. Bu joylarning hammasi Biology Research Center davom ekan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Darsxonalar. Afsuski karta bo'lmaganligi uchun kira olmadim. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Kimiklar, biologlar mashqda ishlashar ekan. Bu joylarning chiroyliligini qaranglar sizlar. Bekorga mashincha milliard pul, mashincha million dollar ketdi deyishmas ekanda. Hammasi mana mashinalarga ketibdi-da. Mana sizlarga Biology Center. Yana bitta zo'r joyi bor, Roshidga boramiz. Misrga, Egiptga borgandek borasizlar. Bu Stanfordda Medical School ekan. Research Center ham shu yerda. Kirib ichkaridan ko'ramiz. Mana sizlarga yam-yashil, go'zal doktorlar o'qiydigan joy. Mana sizlarga Stanfordda tennis o'ynaydigan kort. Böyle ko'rsak bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta kort bor. Hozir sizlarga sport holni ko'rsataman. Futbolni zonasi bu yerda. Mana sizlarga Stanfordda yuguradigan zonasi. Sportga Amerika juda ham katta pul tikishga tayyor. Shuning uchun ko'pchilik joylar tekin. Ya'ni tennis o'ynayman deysizmi, futbol o'ynayman deysizmi, ko'p joylarda tekin. Mana yuguradigan joy yetmagani uchun mana bu yerda yana nimadir qurishyapti xullas. Mana bu yerda juda ham katta qurilish ketyapti. Yuguradigan joy alohida, tennis alohida. Mana ichkarida ko'rsanglar bo'ladi, bolalar basketbol o'ynashyapti. Ya'ni hamma sport turidan bor bu yerda. Mana basketbol uchun alohida zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta basketbol. Bu yerda tennis mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ham 6 ta kortli tennis. Xo'p, bu yerda yuguradigan zona. Mana. Xullas sport shaharchasidamiz. Hozir sizlarga suzadigan joyini ko'rsataman. Mana sizlarga Stanford basseyni. Bemalol cho'milsa bo'ladi. Mana hozir havo sovuq, lekin odamlar nariyoq cho'milayapti. Mazax cho'milishyapti. Balkim suvdir, suvlari bilmadim. Da, lekin mana tutun chiqyapti, ko'rasizlarmi?
Вот mana 3-qat. Stenfordga kelganingizdan keyin siz botanik bo'lmaysiz. Bu yerda sport turlaridan hammasi bor va hammasi mutlaqo bepul. Bizga o'xshab basketbol o'rganmoqchimisan, bo'ldi, yozilib qo'yasan, oyiga 600 mingdan to'laysan emas. Da, yozdirib qo'yasiz, lekin tekinga ustoz sizga basketbol deysizmi, tennis, futbol, voleybol hammasini o'rgatadi. Prosta yozdirib qo'ysangiz va qatnashsangiz bo'ldi. Sportga katta e'tibor berishgan. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Orqamizda qurilish ketyapti. Yana qanaqadir joy qurishyapti sport uchun. Basketbol, tennis ko'rdinglar, yugurish ko'rdinglar, mana sizlarga voleybol joyi. Qum qilingan alohida. Sakrab, yiqilib o'ynasangiz bo'ladi voleybol bu yerda. Mana sizlarga sport recreation center. Yo'da zal, boks hammasi joylashgan. Mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Alohida kickbox, UFC hammasi shu yerda. Podvollar bor ekan. Bitta podvoldan bor. Bu yoqda mana alohida qilichbozlik san'ati bilan shug'ullansanglar bo'lar ekan. Mana qilichbozlik ham bor Stanfordda. Gap yo'q. Mana sizlarga. Hop. Bu nima deb o'ylaysizlar? Bu qilich. Stanfordda qilichbozlik san'ati. Qalay. Oshna qo'shilsa kerak. Qaysi universitetda bor bunaqa joy? Kim biladi? Gap yo'q. Mana bu yerda gimnastika sentri ham bor ekan, alohida. Yosh bolalar ham ko'p shug'ullansa bo'lar ekan. Bu yerda mana voleybol. Ko'chada ko'rdinglar, qumli joyi bor edi, mana bu yerda katta joy. Setkasi qanaqa bularni? Ular setga qo'yishsa kerak. Shunaqa. Voleybol zonasi bu yerda bitta emas, ikkita ekan mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Yana bitta voleybol. Bu yerda основной chempionatlar bo'lar ekan. Mana bu yerda unaqa drakon bor ekan. Основной bolalar ekan bu yerda shug'ullanadigan. Mana. Hamma narsasi bor. Mana bunda tushsam, sakrasam bo'ladi. Mana sakraydigan joylar. Bundan sakrashadi. Xullas, zo'r joylar bor ekan Stanford. Yo sport turini o'zi yo'q bu yerda. Mana ko'rsanglar bo'ladi, hozir muzika bo'lyapti, svetlo o'chib yo'yapti. Nimaga desanglar, bugun Halloween, hozir Halloween boshlanyapti. Shuning uchun hamma o'sha formasini kiyib, o'sha partiyaga taylanish kerak. Mana sizlarga Stanfordda amerikanskiy futbol o'ynaydigan zonasi. Naryoda mana qanaqadir futbol bo'lyapti. Mana sizlarga Halloween Stanfordda. Hop, Stanford housinglaridamiz mana. Kimball Hall. Afsuski tanishimiz yo'q. Shuning uchun kirolmaymiz ichkariga. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Karta orqali kirish kerak o'tgan. Housinglari mana shunaqa. Odam topamiz, ichkarini ko'rsatamiz. Mana sizlarga housing yonida golf o'ynaydigan joy. Ular o'zligi yasab olishibdi. Mana. Shunaqa qilib. Hello guys. Golf o'ynashyapti. Mana sizlarga Stanfordda eng katta dining hallaridan bittasi. Bu yerda har xil mana drinks olsanglar bo'ladi. Kofe, sut, zavtrakka mana xalas suv qo'ymayotgan deydimi? Mana har xil ovqatlar. Burger. Mana shu yerda mana halol degani ham bo'lishi kerak.
Hozir ujin, shuning uchun hamma ovqatlari bor. O, chicken tikka masala mana. Indiyalar yaxshi ko'rgan ovqat. Har xil nonlari bor mana. Mana o'tiradigan joylari. Keyin mana bu yoqda har xil souslar. Plus mana drinks. Yana sous. Momentda yana o'zingizlar olsanglar bo'ladi har xil narsalar. Mevalar. Mana bunaqa joyiga agar yozib qo'ygan bo'lsa, halol bo'ladi. Xullas, hozir menejerdan so'radim. Bu yerda faqatgina yozuv emas ekan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Halol sayni bor, ko'rasizlar. Bu degani bu halol. Misol uchun mana shu turgan hamma anaqalar, bu yerda turgan burger go'shtlari hammasi halol ekan. Hozir mana menejer o'zlari aytdilar. Hammasi halol, bemalol yeyaverdilar. Mana ko'rasizlar, agar bu yerda zinak yozilmagan bo'lsa, demak bu halol emas. Buni yeya olmaysizlar. Lekin mana bu ris halol, misol uchun mana bunaqa zinaklari ham bor ekan-da mana. Mana shu zinaklar bo'lsa, demak halol bo'ladi. Mana dinner special degan joydagi hammasi halol ekan. Bu yerda o'zi halol ovqatda turar ekan. Keyin men faqatgina mana bu yozug'iga qarabman, lekin mana aytganimizdek bunaqa zinaklari bo'lar ekan. Misol uchun mana bu yerda ham hamma narsasi pashti halol. Hozir men ishchilardan so'radim-da. Halol narsa bormi dedim, menejeri chiqib tushuntirib berdi. Ko'p narsalar bu yerda halol, biz halol narsa olib kelishga harakat qilamiz deydi. Bilsanglar, Amerikada ko'p narsalarni onlayn zakaz qilishadi. Stanford o'quvchilari qanaqa qilib zakaz qiladi desanglar, ularni mana bunaqa locker joylari bo'lar ekan. Kelishadi-da, mana bu yerda ATM ga o'xshagan mashinka bor. Mana Stanford ID kartasini shunday skan qilishadi, o'ziga kerakli bo'lgan joy ochiladi. Misol uchun Amazonda har xil nimadirlar zakaz qiladigan bo'lsa, onlayn do'konlarda shu yerga kelar ekan. Chunki bular bunaqa housinglar turishadi-yu. Ana uyigacha olib borib berishmaydi-da. Easy. Keladi mana birinchi anaqadagi nechinchidir polkaga qo'yib ketadi, dastlashliklar. Juda ham ko'p buni polkani.